Biz bağo, bugün atmaçıdılar. Bazağa verip bize kuvvetli yemeklerden akıp koysak boğda için mi? Ay maqul şuna qilayli. Hadi, bu narsalarni o'zim olma. Voy, sizning ağının o başqa, bizning ağınımız o başqa, ha, Nigar? Şu opam to'g'rilaydi aka. Nigar? Ha? Şundaq deb o'tiraveradigan gapmi, chiroyli qizim? Ams qanday qilma? Ma mas'uliyatlardan azroq bir ta'sirlanmadingmi? Yana hujum qildingiz apa. Bu qandaqmı hujum bo'lsin, Nigar? Men sen kuyunib shundaq davatdiman. Sinishlik olsun optaya. Gapdagimiz nega borsa? Sizning nima demoqchi o'g'lingiz men opdan bilmajinmi apa. Ama eng yaxshi uyam kirib topshirig'imni tekshiray. Ya tomoq yemamsa? Yemayman bo'lib qizim to'ydi. Joydingmi? Hadi. Sizmi ansirab ketma, ha? Nigarga mos qoldi. Yaxshi loyiqdan birini topsak, to'yinam qilib ketadi. Voy, o taqi loyiqni topmagan tursa nemaga az qoldi deysan, Nig'mat? Sizlar meni aldirdi deysizlar, ha? Nigar ashundoq qolsa, men aldirmay qandoq qilaman amsa? Ko'nglingiz tushunmadi. Ila? Bo'ldi. Aynur. Chiqaroq, ha? Aynur, eling. Azmat, sen bana Emir abini bazağa çıkmağını xilil bop qaldı cuma. Şu xizmatning aldıraçılıqda apa. Ben apqoyaylı cuma balam. Endi köprek sizga Emir abi turma. Acab yaxshi. Hay balam, o yaxt azam Allah ba. Jira qarab baqa. Opa, azamal davamağa. O özünüzge şunda bexillik qilamsiz. Hay balam, onu bexillik degili bulamdı. Bunu turmuş qara. Qiziq gap qildi ekansa, azamalning hammani nachar degili bulamda. Uning ichida har yaxshi mallar bor. Nima deydigandi bu bola? Hey, qara. Heliq olmakan xizmat desang, menga oqitim bir qimmatlik ozuqlik sovuq qilgan-ku. Şon vaqtda men bir azroq bir narsa ilib soqib qo'yamga deyman. Shunsa oyog berib qarab boqamisa, bir yaxshi odamga loyiq bir yaxshi narsa bo'lsa, akila, jiga. Onun acidim yo'qdi apa. Balam sat turdi, unda qilsa qanday oldu? Oye, so'g'u salamning o'zim bir madaniyat. Menga qarab boqa jinim balam. Jigra qarab boqa. Hozirgi zamonning bolalari sizlar bek baxtlichimi? Mana hozir nima desiz shu bormasmi? Bizning yoshligimiz. Apa, her davrning o'zgachilik afzalligi, o'zgachilik qiyinchiliklari bo'ldi. Siz bu birmuncha qaynoq bozorga kirib bizga osonmikin demsiz? Amiyati-chu, hozirgi davrda yashmoq bek tasod ketdi. Bu sizlar yoshlarga bir gap qilg'im bo'lmaydi, ha? Adam bir og'iz gap qilib qo'yguncha og'zini to'voqlashib turgan. Bo'ldi. Biz buguncha xo'shal qaram bozor aynimiz. Gap talashmayli. Ko'ngil gaplarni deshib bo'lmaydi, ha? Apa, men ko'rib boqaylik-chi. Ha? Qarang. Mahkeme? Buldu. Şu Aynuraydan burroq yengise. Men shularning balalarını bo'lsin bir akiltib, xodin chiqib olsam. Onun uchi bor-ku, sen bir tayyor bo'lsang. Ma'qul. Buni alaylikmi? Bek chiroyli ekan, ha? Chiroqchadan alaylik. Umoqligini bu narsalarning. Hey, Nigar. O'ylab boqsam, dadangimi azroq ozuqliq olsak to'g'ridakchimi? Apa, siznize dadamni tillab tursiz, kuyib tursiz yana. Küllashlarimiz bor taxay. Bo'ldi. Asma, dadam bir narsa ko'rib boqaymi? Oyoq beribsa akasan, ayilib turay. Ma'qul apa. Momaylardan kelsin. Bovaylardan kelsin. Yüz yaştan aşkan bovayımca bunundan tezrak iş kalıyordu. Boldunuz mu ya?
Ben aldıraydım. Hozirgi mollarning turi ko'p ko'rdingiz. Tafsiliy qarmasak bo'lmaydi. Hey bova. Ha, mo'ma. Anı ben asam bulamdı. Men ko'ryapman. Bizning vaqtlarda hech nima yo'q mana hozir bu narsaning sarxilligidan nimani elib, nimani qo'yishini uqmaydigan bo'lib qoldi adam. Oy, şu. Hazırkı zamandamış toksuzdan başka her nesi tepildi cumu. Hey, bu men tanıgan narsa buni nega yapmadınız? Oy, sizkensiz bu. Men bo'lsam nima bo'pti? Sizning ma'g'an narsalarni sevdimi silib mengipsiz go. Nega maqmoqchidingiz? Ya ben buna hazır men ağam. Siz ağametiniz qarama astidagi hamma narsa meniki. Tozami bir qamlashmagan, o'zi bilan o'zi nimadan bolat qoldi? Oy, qamlashmagan degancha o'zingiz. Otam bu sovet degan men hozir ayet aketib tursam. Siz qamlashmagan adam kim chiqildi masalatga men apmaqdim abiyatni yaptı. Qiziq o'zi apmayapti. Meni siz deb Oy, onunla qamlashmagan deyish ketamda. Oy, Allah bazır deganda. Opa, nima bo'ldi birdan? Ey, qiziq bu. Bo'ldi. Ha? Voy, men og'am mollarni qara. Mo ayol o'zi bilan o'zi ko'tarib achikib bordi. Oy, bu men ağam oldi, mening daydi qara bola. Bu qandaq ish bu? Opa, mo'shishqim shunchalar vaqirib ketamsiz. Ada, kichkin ishkin, sizmi ko'nglingizga amma xafa bo'lmang. Oğlunuzcha sizga qaragan ko'p sapaliq kenjimo. Hey, Azimat! Azmat? Sen meni Hey, Nigar, sen bilan ko'rishgan Azmat mushuma? Nigar? Yok apa yok. Qara apa sevdim ya dege. Ha, men tushundim. Yo'q, opa. Qiz ondan tushundim. Yo'q, opa. Nigar kenda, ha? Bo'ldi, bizim bo'ladi. Opa. Oyliqi. Azmat degan opisim taskan ha? Osh Azmat ras emasmi? Emas apa bo'ldi. Bika bir munch ko'ngsizlik oldi desam. Acaba chiqim deb qo'sqimga kirib ketib qardi jimo. Bu jahan nimda tardayma? Sen o'g'il bilan men opsan do'qirishib yurganimni. Shundigina. Ajab bir tasodiflik bo'ldi. Onun süpürmüş ko'ngilsiz bo'lgan degan aytdi. Sinima hech kimni yaratmadi deb ayblab yuribdiman. Bunda odamlar bilan qandaqmi bir. Voy, bu ayolning balasi qancha ko'rmoqchi deymi? Ularga kelin bo'lganlarning jini qilayjimi? Ey, jira. Hey, sen yiliqi xotinning qizi bilan arilishib o'tibsan-da, ha? Manga ishon. Ash Nigar deganing 30 yildan keyin mut apsini do'rab chiqadi. Bildingmi? Ash talil mijozi mut ash qizda chiqadi. Men zodichi bir ishlarni zodi ko'nglim to'ydi mening. Ash vaqtida sen bir qiz bilan arilishyapman degan chaqanda men nim degan sana? Arilashma balam, ayrilib ket degandim. Esingda-da? Ha? Esimda. Yiliq vaqtida dadang olib bergan soat yodingdami? Ash xotincho, yiliq saran xotin. Ash desab chiqib shu soatni. Opa. Achchiq mejab keldi. Bu o'tib ketgan ishlarga tagimayli hamda. Nim deb tagimaydim, ha? Men nim deb tagimayman. Sen ash saran xotinning qizini deb bir omdan arzugulni qo'ldan beribetding. Istay, nim degan yaxshi qizdi u. Opa, mush qiz ayol cho'kanlarning gapini bir qilishmayli-chu. Hey, qizlarning gapini qilmay nimani qilsam bo'ladi, ha? Sening hozir eng muhim ishing uylanish, bildingmi? Senza ajrashgandan yoqib biras bilan arilishib baqdingmi? Sening iching kirib chiqsam, sening to'y qilg'ing yo'q. Opa, bu ishni tilga olmasak zodi bo'lmamda.
issiq bir muzika, issiq bir ovoz. O'xshaydi oxirgi bir timim yoshqa. Shu qadar go'zal ham shu qadar razil, yaqinlab keldim men o'zimga asta. O'smidek siqildi yurkim oxir. Qo'limdagi kitobdan zerikdim bu dam. Jimjit gullarga qarab o'ltirib, esimga kep qoldi hayotdagi tam. Bemalol davomlashar yashash harakati. Atila ishqdan chiqaman yana. Tuyuqsiz birini so'yib qolsam men, to'ylar odamga cho'qim bema'ni. Chep yaxshi yozibdi mashinani. Geldingmi? Yaxshi. Ishlarchi qanday? Yaxshi, hamma ishlar joyiga ketadi. Jabha tortyapsizlar. Ya, aka. Aka, biz ham qo'yay. Sen ishini qil. Men qo'yay aka. Ya, men qo'yay. Rahmat. Jabha tortdinglar. Necha vaqtini sizlarga tashlab qo'yib, ya'ni men qarab bo'lmadim. Voy, aka, o'zimizning ish tusabi. Sizning sirtdagi boshqa tijoratlaringizmi yaxshi ketib borganda? Tijoratlarimiz bo'ladi. Yomon emas. Lekin ukam yaxshi ishlab, ishlarni yaxshi joyda o'rlashtiribsizlar, lekin 6 oyning oldida kelgan naqsh muzikalar qarasam, yana shu bu yangi naqshlar yo'q-ku. Biz shu azmat bilan shu Yevropaning, Latinning yangi moda bo'layotgan naqshlarga tayyorlayotgan aka. Bu men sizlarni o chatninkini Yevropaning yabiyanikini do'rab aytdim dedim. Mening demoqchi o'qinim, o'zimizning yerlik xaslikni yo'qotmagan modadan qolmaydigan yangi naqshlarni ko'proq esanglar, texnik jiqroq xaridorlar kelsa, hammamizga yaxshi emasmi? Ma'qul aka. Men azmatlarni bir necha ijodiy muzika tayyor qilib qo'ygan bo'lmasa, shu yaxshiroq tekst topolmay, shu tekst izlayotgan to'q. Yangi davr deganda tushunib qolsa, shu yangi davrga mos keladigan, yoshlarmi yoqtirib anglaydigan, cho'nglarga mos keladigan bundaq yangi ijodiy naqshlarni ijod qilmamsizlar. Bunda qilsanglar, bu so'zlarni texnik jonlansa, hammamizga yaxshi. Qanday? Ma'qul aka. Vaqtni ching tutib, tezroq bir tayyorlay aka. Bo'ldi. Hamda sizlarga ishni bishan tashlab qo'ydim, sizlar qoldi biya. Jabat chekadigan bo'ldinglar. Yo'q aka. Xotirjam bo'ling. Aloqalashib, keyin vaqtim yasaydi kelma. Ma'qul aka. Sen ishini qilaversan, men birdan o'tiribman, choy ichibman, chiqay. Ma'qul aka. Men chiqaverdim. Ma'qul. Bu xo'jayinning gaplari sal o'ylantirib qo'ydi odamni. Bizni tayyorda qistagandek. Voy, shu adash. Lekin azmat. Bir gap bor-ku, shu besimning o'zi harakatlantirgich kuch deydigan. Shuning o'xshash. Balki mush besimda taqa yaxshi ijodiyatning bir nechini maydonga chiqarib o'tamdoq taqa. Desang bu endi tekis shu boshqa turadigan masalada. Muzikani, melodiyani o'zimiz birdan qila olamiz degan. Uning ustiga tekisga bakroq kuchimsak olmaydi adash biz.
Aralını kapsa sen. Hey, yeyişlerden bulup ketmey, amal tapmamsa? Mende o bir amal bağdaş. Neyim ama? Lekin şu bunun için sen kurbanlık verişin gerek. Dep bakmamsa? Nigardan yardım sorayımız? Nigar'da? Hı? Nigar? Hı? Cep kutulanmadım amış kızı oldu. Onda desem bombaydı. Nigar qara, adabiyot kasbini bitagan. Uning ustiga men do'stlar chambarkida ne chiqdim ko'rib qoldim. Bek yaxshi she'r, tekstlarni chiqarib turdim. Shu Nigarda yordam so'raylik deganim shu. Ishqilib, men gap. Nigarning undidor senda demiş qildi. Bo'ldi. Kullab qoldingmi? Nima kullamadi? Adash. Nigarning undidorini qachashim shu. Sanamni izdirkan qilish uchun. Fuqsanmi uni? Kim bo'ladi maqsadni seni? Ishqilib men gapni ochiqini qilib qo'yay. Men qahvaxonada haydalishga rozimanki, Nigarni izlab yordam so'ramayman. Voy sen qiziq qo'zma. Ikkimiz degan bir kollektiv deb adash. Sen o shaxsiy ishingni bu kollektivdan so'rab akirsan, yaxshi bo'lmaydiganda? To'g'ri gap tanlıq qilmagan. Azmat, men gap tanlıq qilmadim adash. Sening qildigan muqim xizmating va oytosh kirdigan muqim kiriming va mencho meni o'ylab qo'ymamsan. Men shu qahvaxonadagi kirimga qarashib tursam, Ha ma'qul, seni o'ylaganma bo'lay. Lekin hamma ishni o'zing qilsa, o'zing bitirsa. unda oson ish yo'q Azmatjon. Ha boya deb qo'ydim-ku. Ikkimiz degan kollektiv adash. Tan qilamiz. Nima ish qilyapsa? Mana Nigar bizga yordam qilish qo'shildi adash. Qo'shildimi? Nima bo'ldi? Ya eshitmadim. Ha bo'ldi. Atiksi deyishib, tamoq kela. Mana teksni oshima bitdi. Kedoma mandaq bisam juda payz oldu. Honda esligini.